Hech qachon uyqudan uyg'onib birorta ham mushagingizni qimirlatolmay qolganmisiz? Bu uyqu falaji. Qarang, siz tush ko'rayotgan paytda miyangiz tanangizni o'chirib qo'yadi. Toki tushingizda bo'layotgan voqealarni amalda takrorlab yubormang. Lekin ba'zan shunday bo'ladiki, siz avval uyg'onasiz. Ko'zlaringiz ochiq, ongingiz to'liq hushyor, ammo tanangiz butunlay harakatsiz. Miya esa tush va haqiqat o'rtasida qolib ketadi va qo'rquvlarni xonaga ko'chira boshlaydi. Burchakda soya, ko'kragingiz ustida o'tirgan kimdir, bo'yningizdagi sovuq nafas, hech kimga tegishli bo'lmagan qadam tovushlari. Bu arvohlar emas, jinlar ham emas. Bu miyangiz qorong'ulikni xatarli va qo'rqinchli narsa deb noto'g'ri talqin qilayotganligi xolos. Buni millionlab odamlar boshdan kechiradi. Ko'pchilik o'lyapman deb o'ylaydi. Ba'zilar esa shaytonni ko'rdim deb qasam ichadi. Ammo haqiqat ancha oddiy va bundan ham dahshatliroq. Bir lahzaga siz o'z miyangiz ichida mahbusga aylanasiz. Uyg'oqlik va tush orasidagi bo'shliqda qamalib qolasiz. Qo'rquvlaringiz esa atrofingizda jonlanadi. Bu falajlik yo'qolgach, tanangiz yana harakatni eslagach ham qo'rquv qoladi. Chunki endi siz miyangiz sizni ojiz deb o'ylaganda nimalarga qodir ekanligini bilib olasiz.